Bugungi videomiz noodatiy bo'ladi. YouTube kanali uchun mo'ljallangan. Xo'p, ko'p holatlarda bunaqa videolar olmas edik. Juda ham zerikarli bo'lib qolishini ko'p o'ylardik, lekin bu narsani ko'radigan insonlar uchun menimcha samimiylik kerak deb hisobladik va shu videoni olishga qaror qildim. Bu narsaga asosiy urg'ulardan bittasi Tuning Box'dagi Sardor akamiz bo'ladi. Ishlarni oddiy samimiychasiga chiqib tushuntirib anaqa qiladilar. Men boshida ko'rmas edim. Bitta-ikkita videolarni ko'rgandan keyin tushundimki, haqiqatdan samimiylik kerak va shu narsani qilib ko'rishga qaror qildim. Qanaqasi samimiylik deydigan bo'lsak, oddiy jaydarchasiga tushuntirib, xuddi kim oldingizda bir mijoz turgandek his qilib turib, xuddi shu narsani tushuntirib berishga harakat qiladilar. Birsidir, men ham xuddi shunaqa video qilishga qaror qildim. Faqat YouTube formati bilasizlar, yollamachasiga bo'ladi. Bu narsa hozirgi paytda kamchilik ko'ryapti. Asosiy YouTube baribir telefondan ko'rilayotganligi uchun ya'ni telefon formati, ya'ni uzunasiga formatda olishga qaror qildim. Xo'p, birinchi to'xtalib o'tadigan mashinamiz Leapmotor C16 avtomobilimizni qabul qilganmiz. Full variantda salon laminatsiya qilishga va monitorlarni burun pulonga qilib beramiz. Hozirgi paytda juda ham ko'p tarqalyapti. O'zi ikkita segment bo'lib qoldi bu mashinalarda oilaviyga. Ya'ni bittasi Leapmotor C16 avtomobili bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Dongfeng 008. Xudo xolasa o'zi mashinalarni obzor qilishga ham videolar qilib boramiz. Endi ishxonamizni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda Cardinal brendi bilan homiylikda ishlaymiz, hamkorlikda 1 yil kafolat berishadi. Hamma narsaligi bor. Ya'ni poliklar deysizlarmi, nakitkalar deysizlarmi, chexollar deysizlarmi, hammasini qilib beramiz. Xudo xolasa undan tashqari ishxonamizni juda ham qulay qilib qo'yganmiz. Tonirovka assortimentimiz uchun ko'p holatlarda nima plyonka ursam ekan, rangi yoqadimi degan narsa bo'ladi. Shu narsaga yechim qilib qo'yganmiz. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsanglar, hamma plyonkalarimizni seriyasi bilan urib qo'yganmiz. Shu yerda o'zidan ham ajralib turadi. Ko'rasizlar, bu yerda 30%, 50%, 100%, 70% qanaqa ko'rinishda bo'lishlariga chon qo'yib qo'yganmiz. Bu narsa kelgan paytingizda bemalol ko'zingiz bilan rangini, attenkasini, plyonkani sifatini, sonsiz ashtinilarigacha tekshirsak bo'ladi. Sababi ko'rayotganingizda mana bunaqa apparatimiz bor. Bu apparatda sonsiz ashtasini tekshirsanglar bo'ladi. Eng yaxshi tarafi optoga chiqqan paytda tuman bermaydimi yoki shom paytida kelinadigan bo'lsa, kechki payt qiynamaydimi degan narsalarga shunday ko'chaga olib chiqib yechim qilib beramiz. Endi ishimizga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda qilayotgan narsalarimiz mashinani sifatli chiqish uchun laminatsiya jarayoni o'zi ikki xil yechimda qilinadi. Bittasi detalli hech qaysi yechilmaydi. Shundoqligicha qilinadi laminatsiyasi. Ikkinchisi yechib olib turib ichiga qaltirib qilinadi. Xuddi kuzov broni plyonkamiz ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Endi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsamiz bu yoq tarafiga o'sha laminatsiya yopishtirib bo'lingan. Asosan ikkita laminatsiya tarqalgan bo'ladi. LG bilan hozirgi paytdagi Carbinsimiz deymiz. Endi brendlari juda ham ko'p. LG'mizni eskidan ishlatib kelganmiz. Mativi Glanciy bo'ladi. Mana hozirgi paytda biz ko'proq Mativini tavsiya beramiz. Sababi broni laminatsiyamiz nisbatan sezilmayroq turadi, yartirab turmaydi. Chiroyliroq ko'rinadi. Sezilmagandan keyin Glanciy deyilsa ham Glanciy variantimiz bor. Bu yoq detallarga e'tibor beriladigan bo'lsa, yechib olganmiz. Nimaga yechib olinadi deyiladigan bo'lsa, laminatsiyani maksimal ichiga qaltirilishining asosiy sababi birinchisi ko'chib ketish ehtimoli kamayadi. Ikkinchi navbatda dilu qanaqadir mo'ykalarda chang yig'ish, kir yig'ish ehtimoli nisbatan kamayadi. Yechib olish juda ham oson, ustalarimiz uchun ham foydali bo'lsa, asosan ko'p holatlarda mana shu tepa chasti yechib olinadi. Birinchi bo'lib bu mana bunaqa klipsida turadi, bemalol chiqarib olinadi va bunaqa holat turar ekan. Undan keyin past qismini yechib olinadi. Ko'pincha hozirgi oxirgi mashinalarda mana shular Leapmotor asosiy hamma modelda shunaqa bor. C11 da ham, C16 da ham, 01 da ham bo'lishi kerak, adashmayotgan bo'lsam. Chempionlarniki ancha oson hisoblanadi. Endi stoykasini yechib olamiz. Nimaga yechib olinadi? Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, tepa chasti churib olingan. Past qismini maksimal darajada to'liq laminatsiya qilish. Hozir ichkarida xonamizda ham birsidir tushuntirib o'tamiz. Orqa paroklarni ham yechib olganmiz. Bu yerlarga e'tibor berasiz. Xo'p. Baraka topsinlar akamiz. Endi laminatsiyamizni to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qaysi qismlari qilinadi? Asosan shu oyoq tegib, qirilib chizilishi mumkin bo'lgan joylarimiz. Mana yon chasti, past qismi yonigacha ketadi. Bu yoqda komplektimizda o'sha 4 ta eshik qismimiz bo'ladi, 2 ta stoykamiz bo'ladi, yana 4 ta paroka bo'ladi, bardacho, bar orqasi, ya'ni qirilib tegishi mumkin bo'lgan hammasi. Hozir sezayotganingizdek, laminatsiyamizni yopishtirilmoqda, yo'llari avvalni qilib qilingan. Nega to'rtburchak qilib kesilmaydi yoki tekisligicha qoldirilmaydi? Hamma detalni avval qilishga harakat qilinadi. Sababi mo'ykada sochuvda artilayotgan paytda ko'chib ketish ehtimoli nisbatan kamroq bo'ladi bunda.
Bu yerda qilayotgan paytimizda o'zini ximiyasidan foydalanamiz. Bu ximiya nimaga kerak? Sochuvda artib olinadi. Ko'pincha yangi mashinada nima tozalaysizlar, nima anaqasi bor deb so'rashadi. Apshikada bilsanglar, qolipga bosilayotgan payti qanaqadir miqdorda yog' qatlami bilan bosiladi. Ya'ni qolipdan yaxshi ko'chirilishi uchun bu narsa tozalangani bilan ko'p holatda yetarli darajada bo'lmaydi laminatsiyani yaxshi yopish uchun. Va shuni hisobiga laminatsiya tez ko'chib ketishi mumkin. Mana mana shu narsani kamaytirish uchun laminatsiya qilishimizdan oldin ximiyada tozalab olamiz. Detallar yechib olinadi. Hozir mana ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu qismimiz ham yechib olingan. Oyoq tep tashlanadi. Xitoy mashinalarida laminatsiya qilish shart, sababi plastmassalar уже ancha arzonroq materiallarni desak bo'ladi, sababi budjetniy segment hisoblanadi. Shu segment uchun zo'r deb hisoblaymiz. Mana shu narsalarni ertaga deylik o'zbekimizda mashinaga juda ham ko'p e'tibor beramiz. Mana shunday holat bo'lmasligi uchun yengilligida to'liqligicha laminatsiya qilib olish tavsiya beriladi. Xo'p, endi qaranglar, yana nima qilinishi kerak bu yerda? Qilinishi kerak bo'lgan ishlardan yana bittasi ikkita monitor qismini broneplyonka. Ikkita yechimimiz bor bu yerda. Birinchisi tayyor shisha bo'ladi. Shishani yopishtirib olinishi mumkin bu holatda yoki boshqa holatda broneplyonka qilish kerak bo'ladi. Razmer olinadi. Husan qani berib turing. Husan ukamiz hozir uryapti. Mana bunaqa ximiyada uriladi. Bu elektronika detali bo'lganligi uchun ko'proq e'tibor berish kerak bu narsaga. Sabab laminat bu qanaqadir zamikani bo'lsa, monitori qimmatga tushadi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan tozalab qilinadi shpatili. Ko'rayotganingizda ikkaloviga razmer olib chiqqan, o'zini защитницаdan razmer olinadi. Bu kichkina monitoriga qilinadi. Bu yoqda katta monitorniki mana shu bo'yicha qilinadi. Buni yaxshi tarafiga to'xtaladigan bo'lsak, broneplyonka bo'lganligi uchun qo'lingizdan chizuvli tushsa, восстановление qiladi. Spesialni shu восстановленияsi bor, yaxshi broneplyonkadan qilinadi. Endi sizlarda ichkarida stoykalar qilish jarayonidan bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda Ibrohim ukamiz ishlayotgan bo'ladi. Xo'p, ichkarida Ibrohim ukamiz stoykalarni qilyapti. Ancha laminatsiyaga tajribasi bor. Qanchadan beri qilasan buni? 2 yildan beri. 2 yildan beri. Yoshi nechida hozir? 14. 14 yoshli bola, uje qo'lidan bitta hunar keladigan bo'lgan. Biz bundan xursandmiz, qanchadir bo'lsa ham hunar o'rgatib olganimizdan. Qaranglar, stoyka juda ham qiyin stoykalardan hisoblanadi. Sababi bu yoqda bitta figura kirgan, eng ko'p ko'chib ketishi mumkin bo'lgan joylari bu ikkinchi figura. Mana bunaqasiga kelgan. Buni holatda o'zi splashni o'chirishimiz ham mumkin, lekin biz splashni o'chirmaymiz. Sababi hozir tushuntirib beradigan bo'lsam. Agar splashni o'chirsak, figuraga ko'p solinishini hisobiga qatlardandir tez ko'chib ketadi, kleslar belashadi. Mana shuning uchun biz bitta tepani yaxlab tashlab olamiz. Mana bunaqa joylarni maksimal fellaymiz. Lekin suv sovuni hisobiga barib ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun bitta tegi yana stik qilib tashlaymiz. Polni qilamiz. Ya'ni ichlariga qaltiriladi. Bu narsa laminatsiya ko'chib ketish ehtimolini kamaytiradi. Xo'p, ishlatayotgan paytida ham lejada qilishadi. Buni ham oddiy har doim shogird kelishi bilan berib tashlayvermaymiz. Sharda ozgina test qilamiz bu narsani, sababi yangi mashinani bizga mijoz ishonib topshirgan paytda chiroyli chiqishi kerak va qirilib qolmasligi uchun mana bunday oddiy shpatil emas, barxtli shpatildan foydalaniladi. Va asosiy ish qurolimiz shu. Svet bo'lmasa bo'ldi, to'xtaydi. Bu fellar o'rtacha 600 gradusgacha qizdiradi. Buni yaxshilab qizdirib fellab olish kerak bo'ladi. Laminatsiyamizni kusokiga to'xtaladigan bo'lsak, mana bunaqa bo'ladi. Laminatsiyamiz matvi sezayotganingizda hozirgi paytdagi eng yaxshi sifatli plyonkalardan 192 mikronli karbon brandidan bo'ladi, xudo xolasa. Va mana bu eng kerakli ish qurollardan. Ishlatmaydigan bo'lsa, usta ukalarimizga shuni tavsiya beramiz. Qanaqadir oddiy ko'rinishi mumkin, shpatilda qilib tashlayman deyishligi mumkin, lekin laminatsiyani o'ziga yarasha fakturasi apshikalarda, mana detallarda faktura bo'lganligi uchun bu narsa mana sezayotgan bo'lsanglar, mana yumshoq, gubka sifatroq, qanaqadir gubka ham emasdi. Mana shu roliklanadi, polni detallar asosiy ko'chishi mumkin bo'lgan joylar. Mana shu qizdigan paytda mana figuraga zo'r yotib ketadi. Shuni hisobiga laminatsiya sifatli chiqadi. Xo'p, endi kichkina parokimizga baho berasizlar. Laminatsiyasi bitgan. Buni Samarqandlik Shahzod ukamiz qilgan. Uje 2 oylik tajribasi bor. Ish sifatiga o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Qanaqa kurslarimiz ham bor, mana shu narsani o'rganib ketishadi. Mana detallar hammasi ichlariga qaltirilgan, xudo xolasa chiroyli holatda bo'lgan. Bu narsa taqvorlangandan keyin yo'llardan ko'chib ketishi, nima deydi, qanaqadir
tashqi tarafdan kesilmaslik, kirg'maslik holatlari yaxshi bo'ladi. Endi monitor plyonkamizga baho beradigan bo'lsanglar, mashinani yopib oling, sababi monitor o'chirib qo'yilmaydigan bo'lsa, knopkalari bosilib ketaveradi va nastroykasi buzilib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun mashinani qulab yoki ichkariga o'tirib turib, qulab turib qilinadi. Bu narsa aytganimdek, knopkalar yoki mijozning mashinasidagi nastroykalar buzilib ketishi, nimadirlar o'zgarib ketishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Shu narsani oldini oladi. Xudo xolasa, ish jarayonlarimiz shu laminatsiyaga oid videomiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirsanglar, shunga oid videolarni tayyorlab boramiz. Xudo xolasa, yana ham foydaliroq bo'ladi degan niyatda qilyapmiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, mehnatimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Yana bundan tashqari nimalarga video qilsak bo'ladi, aytib o'tsanglar, xudo xolasa chiroyli video qilib beramiz.